Qirg'iziston, Bishkek sovuqlar bular, hammasi sifat sovuqlar, hammasi. Mana quloqni qarang. Janavar zo'r narsa ekan lekin. Qani? Mana tishini qarang. Ikki tish ekanda? Ikki tish qo'yiladi, rangiga ham ahamiyat beringlar. Bu bozordan sariq qo'y yig'ishtirib degan yo'qmiz. Mashalloh, akalar, mana Qirg'izistonda nasldor sovuqlarini so'ragan ko'p edi. Qanisizlar akalar? Mana sizga aka sovuqni birinchi qo'llardan video syomkaga beramiz akalar. Bitta like bosib, videoni oxirigacha e'tibor bilan ko'ring. Narxi xudo xolasa akalar arzon bo'ladi aka. Mana men sizga aytayapman, narxi arzon bo'ladi aka. Chunki o'zlari olib kelishadi. Xudo xolasa yaxshisini olib kelishibdi akalar bugunga ham. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva bozor kanal qadrli obunachilari. Mashidan qaytaraylik. Biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun xudo xolasa akalar haftaning payshanba kuni 28-may 2026-yil biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Sodiqjon akamiz, Sobirjon akamizni qo'ralariga kelganmiz akalar. Xudo xolasa o'zlari bilasiz akalar, Qirg'izistondan birinchi qo'l qo'ylarni surib kelishadi akalar. Bugunga ham yaxshi akalar, quyruqlari ochiq, naslga akalar. Aylantiraylik. Zo'r so'liqlarimiz kelgan. Like bosib, videoni oxirigacha e'tibor bilan ko'rasizlar akalar mana. Mana shu so'liqlarni haqiqiy ishqibozlariga, qo'y lyubitillariga tavsiya qilamiz akalar. Sobirjon akamizdan to'liq ma'lumot beramiz aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Alisher, keldingizmi? Qo'ylar keldi aka. Endi qo'ylarni olib keldik. Bundan buyoq obunachilarimizga olib kelib turganki, yaxshi-yaxshilarni ko'rinmay ketdingiz ishlarga. O'zimiz ham bloger bo'lib qolib shekilli Alisher va o'zimiz kanalimizga qo'yib nimadir qilib yuryapmiz. Zo'rlari kelibdi-yu aka. Xudo xolasa qo'ydi yaxshilari keldi. Ozgina yurgizib bering aka. Qo'yni oyog'ini ko'raylik bitta. Mana akalar. Uzunligi, toni, rangi. Xudo xolasa yoshlari ham yoshidan akalar. Mana so'liqlar aka sizga. Yaxshi qo'y qilaman degan obunachilar bo'lsa, mana hozir imkoniyat olib qo'ying aka. Lekin juda o'ynoq ekan ha. Bular shunday qo'yib yuborsangiz Li9 da o'shaysizda. Aka soni nechta buni? Bayda sonini tushni bilmayman Alisher. Endi qo'y ko'pda, ichkarida ham qo'ylar bor. Qarang-da, bunday narsada aka, qo'rangizda qo'y ko'p, siz ajratib olib chiqyapsiz aka, qo'rangizda, to'g'rimi? 40 tacha bor sovuq. 40 ta. Ha. Endi akalar buni optimal oladigan odam bor akalar, yakkalab oladigan odam bor. Yakkalab olsangiz ham, optimal olsangiz ham birorta bir dumbasi osilgani, xunigi bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyiga tashlab ketang aka sovuqni. Aka sizga qarang, o'zlaring olib kelasizlar, Sobirjon aka. Narxini ham imkon qadar yengil qo'ysak, obunachilarimiz olib maza qilsin aka. Alisher, narxi ko'chadan 500 ming arzon. To'g'risiga. Vallahi aka. Ha. Qani narxini ko'ramiz akalar. Buni ko'pchilik endi o'zimiz ham sotyapmiz. Nima deydi, o'zi buni narxi tayin bu qo'yiladi. Hamma biladi o'zi. Qirg'iziston, Bishkek sovuqlar bular, hammasi sifat sovuqlar, hammasi simjun. Uzun ekanda lekin buni Sobirjon aka qarang-da. Aka qo'chqor qo'shilmagan ha bunga? Yo'q, qo'chqor qo'shilmagan. Biz ham mashinada olganmiz. Mana shu bak. Ha, bo'g'oz chiqmasa olmadi. To's. Ha. Agar qo'chqorlar bo'lsa qo'shib olishaveradi. Qo'chqor bo'lsa qo'shib qo'yish kerak. Mana bitta qo'chqorga tayyor bular. Akalar, bundan buyog'iga rosa paytida hozir akalar qo'chqor qo'shadigan payti, lekin ichida akalar qo'ydagi juda kattalar yuribdi. Bo'ylar necha chiqadi aka mana sovuqlarda? 85 dan 90 gacha bor. 85-90, chunki akalar sredniy 85 plyusga ham hisoblanib chiqib olasizlar akalar. 85 da o'raylik. Janavarlar. Haqiqatan akalar bundan buyog'i o'zi zot yaxshilash maqsadida obunachilarimiz yaxshi sovuqlar qarang. Mana. Janavarlar zo'r ekan lekin. Akula bo'lyapti. Turishni ham ko'ryapsizmi? Suraman deyapti. Tishini ham ochib qo'y, yosh qo'ylar emas. Aka, 6 tish ekan bu. Nechta asosan qanaqa? Qarang, bayda 2 tishi ham bor, qo'zisi ham bor, 4 tishi ham bor, 6 tishi ham bor. Mana sovuqdan bitta ushangchi. Yaxshi ekan lekin baribir. Mana. Baqabki. Akalar uzunligini ko'ring. Mana shular 90 sm chiqaveradi. Xotirjam akalar, mana sovuqni ko'ring. Mana aka. Qirg'izistonda yaxshi so'lug'ini so'raysiz-ku. Rangini ko'ring, novot rang. Xo'p, Sobirjon aka. Xudo xolasa buni ichida aka tish urgani, qarigani yo'q. Yo'q, biz ham o'zi ko'rib olamiz buni. Tish qarisini umuman olamiz. Ha, buni omoq sotmog'i bor-da aka. Ha, iye. U bir marta sotib qo'yib yo'q ketadigan odam emas aka. Telefonni o'chirib olmaymiz biz, shunday qilib. Keyin qo'ziga o'tib olmaymiz. Sog'liq purishlik. Mana shu narsa. Ana tishlar, bor narsa. 6 tish ekan bu ham. Baqa qaytar. Sobirjon aka, buni iloji boricha aka qarang. Tepasiga kelib ko'rib olsin aka buni. Zo'r bo'ladi unda. Ha. Tepasiga kelib o'zlari ko'rishsin aka.
Endi ichida qo'zilari ham, o orada yuribdi qo'zilar, ha? Qo'zilari bor, qo'zilari. Qo'zilarni ham bitta-ikkita ko'rsatib beringlar qo'zilarni. Mana kelar. Mana monolar qarang, mana. O'zim ham bitta-ikkita ko'rsatib beraman. Mana. Mana tishini ko'ring, mana. Mana. Ikki tishdan endi to'rishga harakat qilyapti ekan. Qo'ylarni rangiga ham ahamiyat beringlar. Bu bozordan sariq qo'y yig'ishtirib kelgan yo'qmiz. To'g'risiga. Bu endi premo keldi-da. Ha. Buni hozir yana bitta partiyasi keladi. Buni? Ha, Davomli chiqdi, to'g'rimi? Bor, yana kelyapti. Endi nima derasiz aka? Endi bundan buyog'i aka yaxshi sovuladi. Olib kelganingizda chaqirib tursangiz, videosyomka qobinashlar ko'rsatib turaylik aka. Mana. Ichida qorasi bor ekan deydi-yu. Ha. Qorasini qarang. Juda boshqacha qo'y. Juda suyakli qo'y ekanda. Sog'liqni qarang. Kallarini qarang, kobra. Garbonos, mana quloqni qarang. Janavar zo'r narsa ekan lekin. Qani? Mana tishini qarang. Ikki tish ekanda? Ikki tish qo'y. Ikki tish qo'y ekan. O'ta sifat. Aka, buni qarang. Mana shu vaj, qo'shqir qo'shib olsin. Qancha deymiz narxini? Buni hammasini olishsa 8,5 dan qilib beraman, Alisher. 8 million 500 dan. Ha. Endi aka hozir aytganimizdek o'zingiz aytdingiz. Nima desa bo'ladi? Arzon qilib beraman dedingiz, xullas sizga birinchi qo'l kelgandan keyin aka narxini yengil-yengil qilib bering. Arzonmi, Alisher? Endi Sodiqjon ekan bo'lganlarda aka o'zingiz bilasiz. Hop 100 dan kam berishsin 8 million to'g'ri. 50 ming 100 ming bo'lsa aka bo'ldi, barbar aka deyman aka. 50 ming 100 ming maydalashmaydi aka, dadillar o'tib bering. Siz misol hozir nima dedingiz videoda boshida? Bitta gap 8 million 200 dan qilib beraman bo'ldi. 8 million 200 dan dastavka ichida. Dastavka muammo emas. Mana shuni qarang. Optimga bir joyga bitta gapda aka. Buni kerak bo'lsa qo'zisini ham sotyapsiz. To'g'rilarni, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rilarni sotyapsiz. Endi bu aka bitta ikkita tuqqan, endi opti bor qo'y. Bir gap bilan aytganda qo'zini misol uchun birinchi tumsaga haligi nima desa bo'ladi, qo'zilar qiynaladigan bo'lsa, bular aka o'zi tug'ib qo'yaveradi. Aha. 8 milliondan berib qo'ying shuni bir joyga. Alisher, endi buni ichida 10 millionlik qo'ylarim ham bor-da. Endi aka 8 millionlik qo'yim ham bor. Buni qo'zisi ham o'zi bor-ku. O'sha qo'zisini ham o'zi 8 million, 7,5 million sotyapti. Bo'pti, siz 8 milliondan bering mana shuni bir joyga. Bo'ldi. Mayli, olsin 8 million. Endi sizga aka hayit gapda sizga, to'g'risiga birinchi qo'l keladi. To'ppa-to'g'ri. Mana hayit kunlarida turibmiz. Rang-ro'ylarni ko'ring, inshaalloh. Agar yaxshi niyatda qo'yni tushungan odam qo'yni oladi. Inshaalloh. Qo'yni bilgan odamning qo'yi bu. Akalar, mana sog'liq ishqibozlariga tavsiya qilamiz akalar. 8 million so'mdan Optimiga akalar. Endi buni ichida akalar bitta ikkita ko'zingizga ko'ringan kichikroq bo'ladigan bo'lsa, uni minusga chiqarib beramiz Sobirjon aka. Realni. Ha? O'zim chiqazib beraman, 5 ta chiqazib beraman, 7,5 dan chiqazib beraman. 7,5 milliondan. Undan kamida yoshlar. Qo'zilarni, ha. Xolasa ishqiboz bo'lsa akalar pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib olasiz akalar. Hammasi akalar sog'ligi, salomatligi garantiyasi bor. Sog'liqli akalar xudo xolasa puliga arziydigan. Inshaalloh mana men tepasida ko'rib turibman aka. Xudo xolasa inshaalloh puliga arziydi mana sog'liqlar. Mana ishqiboz bo'lsa aka bir joyga tortib qo'ysangiz ham bo'ladi, firmasi bor akalarimiz. Yoki buni akalar bitta ikkita qilib ichidan tanlab sog'liqlarni ko'ring. Oldin to's. Mana dumbalarni ko'ring aka. Mana bitta ikkita qolsangiz ham bo'ladi akalar, kelishilaveradi. Yakkaga kelishamizmi aka? Ya, kelishaversa bitta ham sotaveraman. Prosta ustiga kelsa qo'yni oladi. Bo'ldi, ustiga kelgan odamga yoqadi akalar qo'y. Tavsiya qilaman akalar, aloqaga chiqib olasizlar. Dastavkasidan umuman muammo yo'q. Dastavkasi besplatniy yetib boradi akalar. Aka, bundan keyingi qo'chqarimiz ham bor deyapsiz. Buni qo'chqarlari bor. Bitta ko'rsatib qo'yamiz, bo'lmasa. Bo'ldi. Ikkinchi partiyamiz akalar qo'chqarchalardan. Xudo xolasa qo'zi hali akalar, qo'zi bo'lganmini aka. Shuda. Svetli qo'zi ekanda akalar. Mana haqiqiy naslga tarbiyalab olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Hop, Alisher, Sobirjon aka. Alisher, qarang, hozir hamma katta qo'chqarlarni sotib bo'lgan. Ha. O'rniga mana tayyor, yemga tayyor bular. Yemga tayyor. Ha, qo'zi bo'lib, qo'zi emas, ektish bo'lib, ektish emas, haligi o'rtada turgan qo'ylar-da, yemni ko'taraveradigan varianti. Endi bu lekin haqiqiy bishkek qo'y ekanda. Hammasi bishkek qo'y. Rangini qarang, rangi sveti ham juda chiroyli ekan akalar. Svetli xohlasangiz, naslga qo'y qilib olishga boqing. Xohlasangiz aka buni o'sha aytganlaridek ishqibozchilikka go'sht yo'nalishiga boqing. Sobirjon aka soni 7 dona. Hop. Soni 7 donami? 7 ta ekanda. 7 ta ekan. Bo'ylari menimcha bu ham 80 plus, 85 atrofida. Ha, 80 plus. Narxini aka bir. Buni qo'zisi ham o'zi
75 dan baland chiqadi o'zi. Qo'zisi ham, qo'zini qarang. Bari ko'ring aka. Bo'yni uzun akalar. Ichini ochib qo'yingchi, hali chirmaganmi? Mana hali qo'zi ekan, hali mayda ekan. Aka qancha deymiz bu narxini? Buni haligi 1 soat haligi qilmaymiz, bo'ladigan narxini aytib qo'yaman. 7,5 emas, 7 milliondan berishsin bo'ladi. 7 million so'mdan dastavka ichida. Dastavka ichida, mayli. O'zlarga o'tib berasizmi? Ha? Ozmoz o'tamiz o'zlarga? Ha, jitcha. Ko'p emas. Ozgina o'tib berilaveradi akalar. Xudo xolasa kelsangiz akalar, sovuqqa, qo'chqorga, ishqibozlar kelsangiz, mana shu qo'ralarida akalar ish bitadi. Lakasa tashab beriladi. Kelishga shoshiling aka. 40 ta qo'y turibdi akalar. Undan tashqari ham video syomkaga chiqmagan qo'ylar bor. Qo'zi, to'qli, hammasidan bor. Xudo xolasa akalar, ishingiz bitadi, xudo xolasa inshaalloh. Tavsiya qilaman akalar, kelaverasiz. Manzilimizni bir qator sizga eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Akalar, rosa o'zgaradigan qo'zlar ekanda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. O'ni qo'zini qarang, o'ni qo'zini kelishini. Janavar zo'r ekan qo'zlar.